Tahsin Poshoni asarlari bu Abdulhamidning davri, Abdulhamidning qarorlari, Abdulhamidning xulqi, Abdulhamidning o'zini tanish borasida eng muhim asarlardan biri hisoblanadiki, bu kitobni o'qirgansiz Abdulhamidni boshqatdan kashf qilishni, boshqatdan tanishni va eng asosiysi Abdulhamidning o'zi ayrim siyosatlarda olgan qarorlari nima uchun olinganligini his qilishni boshlaysiz. Agar Abdulhamid haqida birorta bir asar, birorta bir hikoya, birorta bir ssenariy, birorta bir narsa aytib beriladigan bo'lsa-yu, ammo bu kitobga xilof bo'lsa, u tarixiy haqiqatni yo'qotadi. Odam bolasi o'lsa, undan 3 ta narsa joriy sadaqa bo'lib borib turadi. Haqiqiy tarix esa mana shu kitobda namoyon bo'lgan ekan. Men o'qiganimda o'zim qoyil qoldim. Abdulhamid deb ketilgan joylarga sulton degan so'zni iloji boricha qo'shdik. Bunaqa baraka topgan kitob do'konini kamdan kam kuzatasiz. Agar baraka topganda kitob do'konlari aptekaga o'xshab ko'payardi. Agar kitobdan baraka topsa, 30 ta emas 300 ta bo'lsa ham filial ochardi. Faqat va faqat bunga muxlis bo'lish kerak. Sulton Abdulhamidni hayot haqida biz tarjima qilgan kitob shu qadar asos kitobki, kitobni o'zida ham yozib qo'ygan. O'ylaymanki, mana shu kitobni o'qigandan keyin aniq bir tasavvur shakllansa kerak. Qog'oziga pul to'laysizlar, xudo xolasa ichidagi ma'lumot bebaho. Siz sir saqlashni bilasizmi dedi. Ha, bilaman dedi. Men ham bilaman. Shu bilan mavzu yopilyapti.